Onaxonni sinamoqchi bo'ldik. Afsus, sinovda yengilgan biz bo'ldik, ona emas. Agar siz ham yuragingizda biroz mehr qolgan bo'lsa, videoni like bosib kuzating. Chunki bu ona sizni ham o'ylantiradi. 70 yoshli onaxon. Yillar uni bukib qo'ygan, ammo yuragi hali ham mehrga to'la. Biz unga ozgina ehson tutqazdik. Ona, bu sizga ishlatarsiz dedik. U jilmayib duo qildi. Ammo Alloh bizni shu onaning qalbi orqali sinayotganini hali bilmasdik. So'ng aktyor bolamizni jo'natdik. Bor onaxon yoniga borib yordam so'ra dedik. Bola yaqinlashib yumshoq ohangda shunday dedi. Bola, shu yerda Sanjar aka degan odam yashar ekan. Nima sababdan keldingiz? Dadam больницada og'ir ahvolda yotibdi. Anchagina dori yozib berishgan. Shuni bugun olib bormasam bo'lmaydi. Onaxon jim qoldi. Ko'zlarida g'am, yuragida rahm uyg'ondi. Bir zumda hech o'ylanmasdan qo'lidagi puldan yordam qo'lini cho'zdi. Mana, eksonni olib qo'ying, uka. Dadangizni nimasiga ishlatib yuboring. Biz karaxt bo'ldik. Bu ona o'zi muhtoj bo'la turib boshqalarga yordam beryapti. Sharoitim og'ir bo'lsam, sizga nasib qilgan ekan. Alloh olib kelib sizga tochirdimi? O'sha kifoya. Tani joni sog' bo'lib dadangizga saqlavering. Men ichimda dedim, yo Rabbim shunday pok insonlarni saqlagin. Biz onaga Numa kompaniyasining eng yaxshi vitaminlarini olib, ularni yuragiga quvvat bo'lish uchun, tanalari sog' bo'lishi uchun, davolanishlari uchun mana shu vitaminlarni tuhfa qildik. U esa jilmaydi, menga kuchni vitamin emas, sizlarday mehrli insonlarim borligi beradi, dedi. Bu so'z yurakni teshib o'tdi. So'ng unga dedik, ona 3 ta eng katta orzuyingizni yozing. U uzoq jim qoldi. Qaltiragan qo'llar bilan varaqni yozdi. Qo'llardagi varaqni oldim. Uni o'qib ko'zimdan yosh oqib ketdi. Onamizning 3 ta orzulari bor. Unda shu orzularni amalga oshirishni boshlaymiz. Birinchisi to'yib ovqat yeyish. Uni eng yaxshi restoranga olib bordik. Har luqmasida shukr Allohim dedi. Yillar og'rig'i o'sha kechada yumshadi. Ikkinchi orzularni bajardik. Onani sanatoriyaga joyladik. U dedi, yillar ichida birinchi marta ko'zim tinch uxladi dedi. Endi esa 3-orzusi uy qurish. Har bir g'ishda uning duosi, har bir devorda Allohning marhamati. Bu ona bizga saboq berdi. Yordam faqat boylik emas, bu yurakdagi boyligi. Keling, shunday uy qura olamizki, har devorda duo, har burchagida shukr bo'lsin. Videoni tarqating, istoriyangizga qo'ying, ehsonga qo'shiling, videoga like bosing, izoh yozing. Bu ezgulik tarqalsin.